Assalomu alaykum. Bu mutolaa tahlili loyihasi. Bu loyihada men o'zim o'qigan kitoblarim haqida xuddi Qunduz amaki kabi so'zlab beraman. Bugungi kitobimiz Molxona kitobi. Hozir sizlarga bu kitob haqida ozgina ma'lumot berib o'taman va undan keyin kitobda nimalar bo'lgani haqida aytib beraman. Bu kitobning nomi g'alati eshitilgan bo'lishi mumkin, lekin agarda 2 yil oldin aynan shu kitobni men o'qimaganimda katta ehtimol bilan hozirgacha o'qigan kitoblarimdan bittasini ham o'qimagan bo'lardim. Bu kitob o'zi aslida juda sodda yozilgan. Agarda siz endigina kitob o'qishni boshlayotgan bo'lsangiz, bu kitob aynan siz uchun. Xo'p, endi kitobda nimalar bo'lganiga o'tsak. Kitobda Jorj ismli inson bo'ladi. Va u bir kuni shunaqangi mast bo'lib keladiki, hattoki molxonaning eshigini yopishga ham qiynaladi. Oyog'i bilan zo'rg'a itarib molxona eshigini yopgan Jorj uxlashga kirishdan oldin oshxonaga kiradi va vino ichadi. Va undan keyin Jonson xonim oldiga kirib yotadi. Kechasi molxonada g'alati ovozlar tufayli hayvonlar uyg'onib ketishadi va insonlarga qarshi urush ochish haqida suhbatlashishadi. Va oxirgi gap shu bo'ldiki, ertaga Dohi, ya'ni katta cho'chqani chaqirib maslahatlashamiz dedi. Tushunishingiz uchun, Dohi bu cho'chqaning ismi va u cho'chqa molxonadagi eng oldi cho'chqalardan, eng qari, ya'ni oqsoqollardan biri desa bo'ladi. Mana tong ham yorishdi. Ertalab Dohi keldi va insonlarga qarshi urush ochish haqidagi g'oya ajoyib ekanligini aytishadi. Va shu joyda Dohi aytadiki, men deyarli 12 yoshga to'ldim. Yonimda hech qaysi farzandim qolmadi. Biz hayvonlar faqatgina mehnat qilamiz. Natijasini faqat insonlar ko'rishadi. Mana misol uchun boksyor. Tushunishingiz uchun boksyor bu tulporning ismi, ya'ni ot. Mana boksyor. Sen deyarli 14 yoshga to'lding. Yoningda nechta farzanding qoldi? Ha, sen yolg'izsan. Deyarli hamma farzandlaring qushxonaga ketishdi. Mana misol uchun tovuq. Sen kuniga nechta tuxum qo'yasan? Ularning nechtasi jo'ja ochib, sen yoningda qolishadi. Bu hammamizning muammomiz. Yana bitta misol, Benjamin. Benjamin bu tushunishingiz uchun eshakni ismi. Benjamin, sen har kuni mehnat qilasan. Xo'jayiningdan bir kun bo'lsa ham yaxshi gap eshitdingmi? Bir kun bo'lsa ham dam oldingmi? Ha, biz hayvonlarmiz. Har doim mehnat qilamiz va natijasini hech qachon ko'rmaymiz. Agarda biz insonlarga qarshi urush ochsak va bu urushda biz g'alaba qozonadigan bo'lsak, biz xuddi Angliya hayvonlaridek yashaymiz. Angliyada hamma joy yashil, hamma hayvonlar erkin. Men sizlarga Angliya hayvonlari qo'shig'ini o'rgataman, deya qo'shiqni o'rgatadi. Hozir lekin qo'shiq esimda yo'q. Va shu qo'shiqni o'rgatishadi va har doim majlisdan keyin har bitta hayvon shu qo'shiqni xuddi madhiya kabi xor bo'lib aytishadi. Bir necha kundan keyin hayvonlar insonlarga qarshi urush ochishadi va Jorj, ya'ni uyning egasi qochib ketadi. Aslida bu urush anchagina qattiq bo'ladi. U yerda otishmalar bo'ladi. Jorj uydan qochib ketganidan keyin Snowball, ya'ni cho'chqaning ismi. Shu Snowball molxonaga boshchi bo'ladi. U molxonaga boshchi bo'lganidan keyin bir nechta qoidalar qo'yadi. Qoidalar shu narsalardan iborat edi. Jorj yashagan uyda hech kim yashamasligi, insonlar kiyimini kiymasligi va Jorjning hamma kiyimlari yoqib yuborilishi kerak bo'ladi. Undan keyin molxonadagi hamma 4 oyoq a'lo, 2 oyoq rasvo degan maqolni aytib yurishadi. Snowball boshliq bo'lganidan keyingi hayot anchagina yaxshiroq bo'ladi. Snowball xuddi liderdek edi. Hamma hayvonlarga qo'shilib meva terar, qishga mevalarni g'amlab qo'yardi. Mana bu qishdan ham ular bir amallab o'tib olishdi. Snowballda tegirmon qurish loyihasi kelib qoldi va uni u realizatsiya qilib, loyihani tuzib chiqdi. Lekin Napoleon unga qarshi chiqdi. Napoleon ham cho'chqa. Bu ikkalasi har doim bir-biriga qarshi fikr bildirishardi va qichqiroq molxonada jar soldi. Qichqiroq ham bu cho'chqa. Qichqiroq aytishicha, bugun tunda majlis bo'lar ekan. Majlisda Snowball g'oyasi haqida tushuntirib berdi. Deyarli hamma Snowball tomonda edi. Toki Napoleon o'rnidan turmaguncha. Napoleon o'rnidan turib o'z fikrini bildirishni boshladi. Snowball tomondagi hayvonlar Napoleon tomonga ham o'tishdi va shu paytda molxona naqd 2 ga bo'lindi. Va shu paytda shovqin boshlandi. Naqd 9 ta katta it molxona tomonga yugurib kelayotgandi. Ularning hammasi Snowball ketidan yugurishardi. Napoleon u itlarni barchasini tanidi. Sababi Napoleonning o'zi u itlarni kichkinaligidan o'zi ulg'aytirgan. U itlar Napoleon nima desa shuni qilishardi. Va itlar Snowballni ketidan yugurishdi. Snowball anchagina uzoqqa yugurib
qochib ketdi. Undan keyin Napoleon molxonada boshliq bo'ldi. Agarda kimdir Napoleonga qarshi fikr bildirsa, itlar tishlarini ko'rsatib g'ijirlatishardi. Napoleon boshliq bo'lgandan keyin molxonada yashash anchagina qiyin bo'lib qoladi. Barcha cho'chqalar vino ichishar, sut, olma yeyishardi. Lekin qolgan hayvonlar esa xashak bilan kun kechirishardi. Napoleon davrida barcha hayvonlar ko'p ishlashar, lekin deyarli ovqatlanishmasdi. Chunki yeyish uchun ovqat berilmasdi. Napoleon barcha cho'chqalar bilan Jorjning uyida yashashar. Jorjning kiyimlarini kiyib, stolda ovqatlanishardi. Va bir kuni hamma cho'chqalar ikki oyoqda yurishni o'rganishdi. Ular ikki oyoqlab yurishni davom qilishdi. Va kunlardan bir kuni boshqa molxonalar egalari, ya'ni boshqa cho'chqalar bilan ham Jorjning uyiga kelishdi va ular karta o'ynashdi. Kartada Napoleonda tuz chiqdi. Afsuski yana bitta cho'chqada tuz chiqdi. O'yinda faqatgina bitta kartada tuz bo'lishi kerak edi, lekin bu yerda ikkita. Qaysidir cho'chqa aldayotgandi. Va shu paytda hamma bir-biriga aybni to'nkab, shovqin, janjal boshlanib ketdi. Shu paytda kim cho'chqa ekanligini aniqlab bo'lmay qoldi. Bu kitobda shu narsalar sodir bo'ldi. Lekin eng go'shtli, eng mazali joylari kitobning o'zida qoldi. Chunki ular haqida aytadigan bo'lsam, sizlar uchun tushunarsiz bo'lib qolardi. Maslahatim, kitobni o'zingiz o'qib chiqing. Kitobni tugatgach, siz bizni davlat qanday boshqarayotgani haqida tushunasiz. Siyosatga aralasha boshlaysiz va eng muhim joyi, qanday qilib o'zingizni maqsadingiz yo'lida boshqa insonlarni boshqarishni tushunasiz. Videomiz shu joyda tugadi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni va kommentda o'z fikringizni bildirishni unutmang.